Yevropaga kelib hamma o'zbek qiladigan ish. Taklashga topshirib ko'ramiz. Короче, mana shunaqa shopku degan do'konlarda topshiradigan joyi bor. Topshiramiz. Keyin uni puliga qancha bozorga bo'ladi oxirida ko'rsatamiz. To'p. Mana shunaqa apparat. Butunga namoz ekan. To'qqani boshidan. Bitta bagalash 0,5 ron. Bu deganimizdagi 2000 motor kerak. Shtrix kodni tepaga qilib jo'natiladi. Mana agar o'qimay, shtrix kodni o'qimasa qaytadi. Olasan. Shamayman desam o'tqazar. Chapda deb o'ylayapsan yana. Birovniki. Короче, tugadi. 1,5, 7, 5,5, 14. 28. 28. Buni bozorlikda qilamiz. 28 ga nima kelishini ko'rasiz. Katta narsa ham kelmaydi. O'zimizda so'mda 28 qancha bo'ladi? 70 ming. 84 ming bo'ladi. Da. So'ra. 56 ta baklashga topshirib, yana bitta baklashga keyin bitta vafli olib keldik. Bitta milki ham bor edi. Yashasa bo'ladimi shunday qilib? Bundan da qizaloq kontentllar chiqishi uchun Obuna tugmasini bosib qo'ying.